Tak, biz mana Yevropani halol magaziniga kirdik. Arablarning magazini bu. Hamma yo'q bor. Joy namozlar mana. Mushuklar deysizlarmi? Mana shu zo'r narsa ekani. Biz shundaga mujskoy mushuklar, tasbehlar hamma yo'q bor ekan. Yaktalar ham bor ekan, so'ppi, kichkina Qur'on kitoblar ham bor ekan mana. Bismillah. Halol bo'lgan choylar. Mana O'zbekistondan upa-ko'pga bo'lib kelar ekan. Tayyor gatoy pripravasi bilan birga. O'zbekistondan kelar ekan mash. Mana. Yevropaga eksport qilishar ekan. Mana bu yerda Yevropadan mosh topa olmadik. Halol magazindan topdik moshni. 6 euro ekan mosh. O'zbekistondan keladi, O'zbekistonda ishlab chiqarilsa kerak bular. Lekin oshkorida masalan suvlar sotardi. O'zbekiston mahsuloti bo'lsa kerak. Novvot qaranglar. Novvot ham bor ekan mana. Yevropada novvot topsa ham bo'ladi mana. Iste'moldan nohotlar. Hamma topsa bo'ladi. Guruchlar mana O'zbekiston guruchi bilan mana sariq sabzilar ham bor ekan mana. Sariq sabzi topa olmayotgandik, bitta mana shu halol magazinda bor ekan, sariq sabzi mana. Turib bor ekan, va turib 3 euro ekan kilosi. Turib ham bor ekan, olamiz inshaalloh. Kalbasalar, halol kalbasalari bor ekan mana. Hijjama. Ana qozon nech pul ekan? Hijjamalar. Bu suvlar ham o'zimizning O'zbekiston suvlari bo'lsa kerak. O'zbekistonda ko'rganman shu suvlarni. Go'shtlar. Go'shtni oxirgisini oldik biz. 13 euro, 13 euroni oldik go'sht. 13 euro ekan go'sht. Go'sht olib ketyapmiz. Bitta yakshanbalik qilib bir dam olib o'tiramiz. Mahima degan magazin bor bu yerda. Mana turklarda kafesi. Turkish. Mana Dushanbe kafe. Tojiklarda kafesi. Dekoratsiyani qaranglar. Dekoratsiya. İçlari güzel. Dushanbe kafesi. Dekoratsiyaga gap yo'q. Biz she'rlar ham chiqib kelyapti mana. Yo'q, qolganim yo'q. Endi chiqdim magazindan chiqib, endi ketyapti bularga. Qozon kabob yedinglarmi? Ha, Samarqand kafesida. Qozon kabob. Go'shtni oxirgisini oldim, go'sht oz qolgan ekan. 1 kilodan oshiqroq chiqdi. Musofir yurtdagilarga qulaq turinglar. Qo'llab-quvvatlab turinglar bizlarni.